Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Agar siz hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizning moliyaviy ahvolingiz va pensiya ta'minotingiz bilan bog'liq juda muhim va dolzarb masalani muhokama qilamiz. Bu shunchaki bir tavsiya emas. Bu har bir nafaqaxo'rning shaxsiy hisob raqami, unga tushayotgan pullar va kelajakdagi moliyaviy barqarorligi bilan bog'liq bo'lgan hayotiy zarur ma'lumotdir. Hech bir nafaqaxo'r bu ma'lumotdan bexabar qolmasligi shart. Bugun men sizga nafaqangizni tekshirish, uning to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qilish va sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlarni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot sizning shaxsiy manfaatdoringizdir va uni bilish har qanday noto'g'ri tushunish, hatto mablag' yo'qotishning oldini olishga yordam beradi. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni imkon qadar ko'proq odamga ulashing. Ayniqsa qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, ularga ham bu xabarni yetkazing. Chunki bu xabar har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bizning jamiyatimizda nafaqaxo'rlarimiz doimo e'tibor va g'amxo'rlik markazida bo'lishgan ilgari. Ya'ni bir necha yillar oldin pensiya tizimi biroz boshqacharoq, soddaroq, ammo ayni paytda kamroq shaffof edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z pensiya pullarini bank kassalaridan naqd pul shaklida olishardi yoki ular bevosita uyiga yetkazib berilardi. Hisob kitoblar asosan qo'lda yoki eski dasturiy ta'minotlar yordamida amalga oshirilardi. Ish staji, o'rtacha ish haqi va pensiya tayinlash shartlari nisbatan barqaror edi va unchalik ko'p o'zgarishlarga duch kelmasdi. Nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining qanday hisoblanganligi yoki qanday imtiyozlarga ega ekanligi haqida har doim ham to'liq ma'lumotga ega emas edilar. Ular asosan tayinlangan pensiya miqdoriga ishonib, uni qabul qilishardi ba'zida. Nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar haqida umuman bilmasdilar. Chunki bu haqda ularga yetarlicha ma'lumot berilmasdi yoki ma'lumot tarqatish mexanizmlari unchalik samarali emas edi. Bu holat ko'pincha adolatsizliklarga yoki nafaqaxo'rning o'ziga tegishli bo'lgan puldan mahrum bo'lishiga olib kelardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va pensiya tizimini zamonaviylashtirish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Bu islohotlar pensiya qonunchiligiga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Endi pensiyalar hisob kitobi yanada shaffof va adolatli bo'lishi uchun yangi usullar va formulalar qo'llanilmoqda. Bunga misol qilib ishlaganlik stajini hisoblash usullari, ish haqi koeffitsiyentlarini yangilash, shuningdek turli imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarni joriy etishni keltirish mumkin. Eng muhimi, pensiya tizimi raqamlashtirildi. Bu degani, endi pensiya jamg'armasi va banklar o'rtasidagi axborot almashinuvi tezkor va aniqroq amalga oshiriladi. Ko'pchilik nafaqalar bank kartalariga o'tkazilmoqda va nafaqaxo'rlar o'z pullarini istalgan vaqtda bankomatlardan yechib olishlari yoki kartadan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi pensiya ta'minotini yanada samarali, adolatli va zamon talablariga mos qilishdir. Misol uchun inflyatsiya sur'atlari hisobga olinib, pensiyalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinmoqda. Ya'ni ularning miqdori oshirib borilmoqda. Shuningdek, ba'zi ijtimoiy zaif qatlamlar uchun, masalan, yolg'iz nafaqaxo'rlar, nogironligi bor oila a'zolarini parvarish qiluvchilar yoki urush qatnashchilari uchun qo'shimcha imtiyozlar va nafaqalar joriy etildi. Bu yaxshi, ammo bir muhim jihat bor. Bu o'zgarishlar har doim ham avtomatik ravishda amalga oshirilmasligi mumkin. Ba'zi hollarda nafaqaxo'rning o'zi yoki uning oila a'zolari tegishli organlarga murojaat qilib, qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishlari talab qilinishi mumkin. Aynan shu sababli ham o'z hisobingizni zudlik bilan tekshiring degan chaqiriq juda muhimdir. Chunki siz bilmagan holda o'zingizga tegishli bo'lgan ba'zi to'lovlar yoki imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Raqamlashtirish qulaylik yaratish bilan birga har bir nafaqaxo'rdan o'z moliya nafaqa kitoblariga nisbatan yanada e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil nimani bilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar unchalik emas? Endi keling, nimani aniq bilishingiz kerakligini. Kimlar o'z pensiya hisob raqamlarini ayniqsa diqqat bilan tekshirishlar lozimligini va kimlar nisbatan kamroq xavotirlanishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik.
nimani bilishingiz kerak? 1. Yangi pensiya hisoblash formulalari. Davlatimiz pensiyalarni hisoblash mexanizmlariga bir necha bor o'zgarishlar kiritdi. Misol uchun ish stajini hisoblashda ba'zi davrlar, bolani parvarish qilish, oliy ta'limda o'qish va hokazo avvalgidan ko'proq hisobga olinishi mumkin. Shuningdek, nafaqa tayinlashda hisobga olinadigan ish haqi miqdorini qo'llaniladigan koeffitsiyentlar ham yangilangan bo'lishi mumkin. Bu degani, sizning dastlabki pensiyangiz hisoblangan paytdagi ma'lumotlar bugungi kunda boshqacha tarzda baholanishi mumkin. Natijada, agar sizning pensiyangiz yangi formulalar bo'yicha qayta hisoblansa, uning miqdori sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq ish stajiga ega bo'lganlar yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq hisobga olinmaganlar uchun juda muhimdir. 2. Yangi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar. Oxirgi yillarda bir qator yangi ijtimoiy yordam turlari va qo'shimcha nafaqalar joriy etildi. Bularga yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar, nogironligi bor shaxslarni parvarish qiluvchi nafaqaxo'rlar uchun beriladigan maxsus to'lovlar, harbiy xizmatni o'taganlar yoki maxsus xizmatlar uchun ajratilgan imtiyozlar kirishi mumkin. Bu imtiyozlar avtomatik ravishda tayinlanmaydi, balki nafaqaxo'rning o'zi murojaat qilishi yoki ma'lum hujjatlarni taqdim etishi talab etiladi. Agar siz o'zingizning ijtimoiy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, yolg'iz qolgan bo'lsangiz yoki oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs paydo bo'lgan bo'lsa, siz yangi imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. 3. To'lovlarning raqamlashtirilishi. Pensiya to'lovlari asosan bank kartalariga o'tkazilayotgani sababli o'zingizning bank hisobingiz va kartangiz bilan ishlashga ko'nikishingiz lozim. Har oy nafaqa kelganda bank SMS xabarnomasini diqqat bilan o'qing. Agar SMS xabarnoma xizmati yo'qilmagan bo'lsa, bankka murojaat qilib, uni yo'qtirishingizni tavsiya qilaman. Bu sizga nafaqa puli kelganligini va uning miqdorini tezda bilib olishga yordam beradi. Bankomatdan chek olishni ham odat qiling. Bu sizning hisobingizda qancha pul qolganini va qancha pul tushganini ko'rsatadi. 4. Indeksatsiya va qayta hisoblashlar. Davlatimiz pensiyalarni muntazam ravishda indeksatsiya qilib boradi. Ya'ni inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida ularning miqdorini oshiradi. Bundan tashqari, ba'zan pensiya tayinlash qoidalariga kiritilgan yangi o'zgarishlar sababli umumiy qayta hisoblashlar amalga oshiriladi. Sizning nafaqangiz ham bu o'zgarishlarga mos ravishda oshirilganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Agar sizning pensiyangiz miqdori bir necha oydan buyon o'zgarmagan bo'lsa-da, televideniya yoki internetda pensiyalar oshirilgani haqida xabarlar eshitgan bo'lsangiz, demak sizning hisobingizda muammo bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi va tekshirish kerak edi. Uzoq vaqt oldin nafaqaga chiqqanlar. Agar siz 10, 15, 20 yoki undan ham ko'proq yil avval pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning pensiya miqdoringiz o'sha paytdagi qonunlar asosida hisoblangan. Shu sababli yangi qonunlar va hisoblash usullari joriy etilganda sizning pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi va oshirilishi mumkin. Ammo bu avtomatik ravishda to'liq amalga oshmasligi mumkin. Sizning ish stajingizdagi ayrim davrlar, masalan, bolani parvarishlash yoki oliy ta'limda o'qish davrlari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi ehtimoli bor. 2. Ish staji to'liq bo'lmaganlar yoki turli joylarda ishlaganlar. Agar siz turli korxona va tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, ish daftaringizda uzilishlar bo'lsa yoki ba'zi ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga to'liq ma'lumot taqdim etmagan bo'lsa, sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar to'liq bo'lmagan uchun pensiya jamg'armasi eng past ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblashga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir necha turdagi daromadga ega bo'lganlar yoki maxsus maqomga egalar, urush qatnashchilari, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz onalar yoki boquvchisini yo'qotganlar kabi maxsus ijtimoiy maqomga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar qo'shimcha imtiyozlar va nafaqalarga ega bo'lishlari mumkin. Bu imtiyozlar doim ham avtomatik ravishda tayinlanmasligi sababli siz ulardan xabardor bo'lmasligingiz yoki ularni olmagan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, nogironligi bor farzandini parvarish qiluvchi nafaqaxo'rlar uchun beriladigan qo'shimcha nafaqa. 4. Yaqinda yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz boshqa viloyatga yoki tumanga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, pensiya ishingizni ko'chirish jarayonida ba'zi hujjatlar yo'qolishi yoki ma'lumotlar to'liq o'tmasligi mumkin. Bu esa pensiyaning noto'g'ri hisoblanishiga yoki to'lanishiga olib kelishi mumkin. 5. Naqd puldan foydalanuvchilar. Agar siz asosan naqd puldan foydalansangiz va bank kartangizga tushayotgan pullarni
muntazam ravishda tekshirmasangiz, sizning hisobingizdan noto'g'ri yechilgan mablag'larni yoki yetishmayotgan to'lovlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Kimlar unchalik xavotirlanishi shart emas, lekin baribir tekshirishi kerak. 1. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar siz oxirgi 1-2 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz eng yangi qonunlar va formullar asosida hisoblangan bo'lish ehtimoli yuqori. Shu sababli sizning hisobingizda jiddiy kamchiliklar bo'lish ehtimoli kamroq. Biroq pensiya jamg'armasi tizimida xatolar bo'lmasligiga kafolat yo'q. Shuning uchun tekshirish ortiqcha bo'lmaydi. 2. Doimiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz butun umringiz davomida bir yoki 2 korxonada uzluksiz ishlagan bo'lsangiz va barcha ish haqi ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda taqdim etilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin baribir hisobingizni nazorat qilib borish zarur. Har bir nafaqaxo'r o'z pensiya hisobini tekshirishi shart. Chunki bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Real hayotdan olingan misollar. Misol, Oysha buvining pensiyasi oshgani? Yo'q. Oysha buvi 75 yoshda 2000 yilda nafaqaga chiqqan. Uning pensiyasi o'sha davrdagi qoidalar bo'yicha hisoblangan va o'sha vaqtdagi ish haqi ko'rsatkichlari asosida tayinlangan edi. Har yili nafaqalar indeksatsiya qilinib, miqdori oshirib borilardi. Biroq 2022 yilda pensiya hisoblashning yangi mexanizmi joriy etildi. Unga ko'ra, ish stajini hisoblashda ba'zi qo'shimcha davrlar, masalan, kolxozda ishlagan davrlar oldingidan ko'ra ko'proq hisobga olinadigan bo'ldi. Oysha buvi esa bu haqida eshitmagan. Uning oylik pensiyasi 1.200 million so'm edi. Uning qizi bir kuni pensiyali oshganini eshitib, onasining bank hisobini tekshirdi. Ma'lum bo'lishicha, Oysha buvining pensiyasi oxirgi 6 oyda faqat inflyatsiya hisobiga ozgina o'zgargan, ammo yangi qonun bo'yicha qayta hisoblash amalga oshirilmagan. Qizi pensiya jamg'armasiga onasining hujjatlari bilan birga murojaat qildi. Pensiya jamg'armasi mutaxassisi Oysha buvining ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni yangi qoidalar asosida qayta ko'rib chiqdi. Natijada uning oylik pensiyasi 1 ming so'mga, ya'ni 1.3 million so'mga oshirilishi kerakligi aniqlandi. U bu pullarni 2 yil davomida, chunki qayta hisoblash murojaat qilingan kundan boshlab orqaga 2 yilgacha amalga oshiriladi olmaganligi sababli unga jami 3.600 ming so'm qo'shimcha mablag' o'tkazib berildi. Oysha bu o'z vaqtida tekshirmagan uchun har oy 1.5 ming so'mdan mahrum bo'lgan edi. Misol 2. Ahmad ota qo'shimcha nafaqaga ega bo'ldi. Ahmad ota 68 yoshli nafaqaxo'r, nogironligi bor farzandini parvarish qilayotgan bo'lib, har oy 1 ming so'm nafaqa olardi. 2023 yildan boshlab davlat tomonidan bunday oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida nogironligi bor shaxsni parvarish qiluvchi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha erta o'quvchi nafaqasi joriy etilgan edi. Bu nafaqa avtomatik ravishda tayinlanmasligi, balki nafaqaxo'rning o'zi tegishli ariza bilan murojaat qilishi kerakligi belgilangan edi. Ahmad ota bu haqida televideniyadagi bir ko'rsatuvdan bilib qoldi. U zudlik bilan bankka borib, o'z hisobiga tushayotgan pul miqdorini tekshirdi. Bank xodimi uning kartasiga har oy tushayotgan summaning o'zgarmaganligini tasdiqladi. Keyin Ahmad ota pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qildi. U o'zi bilan farzandining nogironligi to'g'risidagi hujjatlarni va shaxsini tasdiqlovchi hujjatni olib bordi. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari uning holatini o'rganib chiqib, haqiqatan ham u qo'shimcha nafaqaga haqli ekanligini tasdiqlashdi. Unga har oy 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha nafaqa tayinlandi. Bu pul uning asosiy pensiyasi bilan birga beriladigan bo'ldi. Natijada Ahmad otaning oylik daromadi 1.3 million so'mga yetdi. Agar u bu ma'lumotni o'z vaqtida bilmaganda, har oy 300 ming so'mdan mahrum bo'lib yuraverardi. Misol 3. Gulnora opaning hisobidan noto'g'ri pul yechilgan. Gulnora opa 60 yoshli nafaqaxo'r. Uning bank kartasiga har oy 900 ming so'm nafaqa kelardi. U pulni asosan bankomatdan yechib olar edi. Bir kuni u bankomatdan pul olayotganda kvitansiyada faqat 120 ming so'm yechilganini va qoldiq summaning ham biroz kamroq ekanini payqadi. U dastlab e'tibor bermadi, balki pulni boshqa bir narsaga ishlatganman deb o'yladi. Lekin keyingi oyda ham xuddi shunday holat takrorlandi. 900 ming so'm tushgan bo'lsa-da, hisobida 900 ming so'm bor edi, ya'ni 3 ming so'm yo'q. Bu holat uni tashvishga soldi. U bankka borib, o'zining bank kartasi bo'yicha hisob varaqdan ko'chirma oldi.
ko'chirmada ma'lum bo'lishicha, har oy avtomatik to'lov, kommunal xizmatlar deb yozilgan holda evini 1000 so'm yechib olinayotgan ekan. Gulnora opa hech qanday avtomatik to'lovni yo'qmagan edi. Bank xodimi vaziyatni o'rganib, uning nomidan noma'lum bir joyga, masalan, unga umuman aloqasi bo'lmagan bir xonadonning kommunal to'lovi noto'g'ri bog'langanligini aniqladi. Bu xato bank tizimida ro'y bergan bo'lib, tezkor harakati tufayli Gulnora opaning hisobidan noto'g'ri yechilgan pullar, umumiy 100 ming so'm unga qaytarildi va noto'g'ri avtomatik to'lov bekor qilindi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto pensiya jamg'armasi to'g'ri pul o'tkazgan taqdirda ham bank hisobingizni nazorat qilish zarur. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nozik nuqtalar pensiya tizimi murakkab mexanizm bo'lib, unda bir qator istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan qaltis jihatlar va unchalik oshkor etilmaydigan nozik nuqtalar mavjud. Bu ma'lumotlar sizning pensiyangizni to'g'ri hisoblab chiqish va barcha imtiyozlardan foydalanish uchun juda muhimdir. Bir hujjatlar bilan bog'liq muammolar, yo'qolgan yoki eski ish daftarlari, mehnat daftarshalari. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarning ish daftarlari eski va ulardagi yozuvlar yaroqsiz holatga kelgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hujjatlar, masalan, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari yo'qolgan bo'lishi ehtimoli bor. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ushbu hujjatlar juda muhim. Agar ish daftaringizda uzilishlar, noto'g'ri yozuvlar yoki ma'lum bir davr uchun yozuv umuman bo'lmasa, pensiya jamg'armasi ushbu davrni ish stajiga kiritmasligi mumkin. Natijada pensiyangiz kamroq hisoblanishi mumkin. Bu kabi holatlarda sizga tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, arxivdan ma'lumotnoma, guvohlik ko'rsatmalari, agar qonunchilikda ruxsat etilgan bo'lsa yoki sud orqali ish stajini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Elektron mehnat daftarlari, e-mehnat. Hozirgi kunda ish staji elektron tizimda qayd etilmoqda. Ammo bu tizim to'liq ishga tushgunga qadar ishlagan davrlaringiz bo'yicha ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda o'zingizning eski qog'ozdagi ish daftaringizni ham olib borishingiz zarur. Ulardagi ma'lumotlar elektron tizimdagi ma'lumotlar bilan solishtirilib, to'g'riligi tekshiriladi. Agar farqlar bo'lsa, ularni bartaraf etish uchun sizdan qo'shimcha harakatlar talab qilinishi mumkin. 2. Hududiy farqlar va mahalliy imtiyozlar. Ba'zi viloyatlar, tumanlar yoki shaharlar o'z hududida yashovchi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha mahalliy imtiyozlar yoki to'lovlarni joriy etishi mumkin. Bu ko'pincha hokimliklar yoki mahalliy kengashlar qarorlari bilan belgilanadi. Masalan, ba'zi hududlarda uzoq umr ko'rganlar uchun yoki og'ir ijtimoiy sharoitda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Bunday imtiyozlar haqida pensiya jamg'armasi mutaxassislari har doim ham to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mahalliy hokimiyat organlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlariga murojaat qilib, o'zingiz yashayotgan hududda qanday qo'shimcha yordamlar mavjudligini aniqlashtirish ortiqcha bo'lmaydi. O'tir raqamli savodxonlikdagi bo'shliq. Ko'plab yoshi katta nafaqaxo'rlar internet, mobil ilovalar va elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu ularning bank hisob varaqi ko'chirmalarini mustaqil ravishda olishiga, yangiliklarni kuzatishiga yoki elektron ariza topshirishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatda sizning oila a'zolaringiz, yaqin qarindoshlaringiz yoki ishonchli do'stlaringiz yordami juda muhimdir. Ulardan bank ilovalari orqali hisobingizni tekshirishda, elektron portallar orqali ma'lumot olishda yordam so'rashdan tortinmang. Biroq ularga ishonchli shaxslar bo'lish kerakligini unutmang. Vakillik va ishonchnoma berish. Agar sizning sog'ligingiz pensiya jamg'armasiga yoki bankka borib kelishga imkon bermasa, siz boshqa shaxsga, masalan, farzandingizga yoki nabirangizga sizning nomingizdan harakat qilish huquqini beruvchi ishonchnoma rasmiylashtirishingiz mumkin. Bu hujjat notarius tomonidan tasdiqlanadi va u sizning nomingizdan bank operatsiyalarini amalga oshirish, pensiya jamg'armasidan ma'lumot olish yoki ariza topshirish huquqini beradi. Bu ayniqsa uzoq joyda yashovchi yoki doimiy kasalliklar bilan og'rilgan nafaqaxo'rlar uchun qulaydir. 5 da'vo qilish muddati, Statute of Limitations. Pensiya qayta hisoblashlari va qo'shimcha to'lovlarni talab qilish uchun ma'lum muddatlar mavjud. Odatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda pensiyaning qayta hisoblash muddati murojaat qilingan kundan boshlab orqaga maksimal 2 yilgacha bo'lishi mumkin. Bu degani, agar siz 5 yil davomida pensiyangiz kam
hisoblangani bilsangiz ham. Siz faqat oxirgi 2 yil uchun yetishmayotgan summani talab qila olasiz. Shuning uchun hisobingizni qanchalik tez tekshirsangiz va muammolarni aniqlasangiz, shuncha ko'p mablag'ni qaytarib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu muddatlar ba'zi imtiyozlar uchun farqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatni alohida pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish lozim. 6. Yashirin yechib olishlar. Bank kartangizga kelgan pullardan siz bilmagan holda yechib olishlar ham yuz berishi mumkin. Ba'zan odamlar mobil operatorlarning pullik xizmatlariga SMS xabarnomalar, internet paketlar, musiqa xizmatlari bexosdan obuna bo'lib qolishadi. Bu esa har oy ma'lum bir summaning yechib olinishiga olib keladi. Yoki ba'zi sug'urta kompaniyalari, mikrokredit tashkilotlari ham sizning roziligingiz bilan odatda mayda harflar bilan yozilgan shartnomani imzolagan holda avtomatik yechib olish huquqini olishlari mumkin. Shuningdek, siz bilmagan holda biror bir kommunal xizmat uchun avtomatik to'lovni yoqib qo'yishingiz mumkin. Bularning barchasi sizning pensiya kartangizdagi pul miqdorini kamaytiradi. Shu sababli bank hisobvarag'i ko'chirmasini diqqat bilan o'rganish va har qanday g'alati yechib olishlar sababini aniqlashtirish juda muhimdir. 7. Firibgarlik xavfi. Pensiyaga oid mavzularda firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimlari, bank xodimlari yoki ijtimoiy xizmatlar vakillari deb tanishtirib, sizdan bank kartangiz raqami, PIN kodi, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kod, SHVV yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Bank xodimlari ham, pensiya jamg'armasi xodimlari ham sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'rash huquqiga ega emas. Agar shunday qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlar kelsa, darhol aloqani uzing va o'z bank yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Bularning barchasi sizning moliyaviy savodxonligingizni oshirish va hushyor bo'lishingizni talab qiladi. Amaliy maslahatlar. Nafaqaxo'r nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblanganligiga va siz barcha imtiyozlardan foydalanayotganingizga ishonch hosil qilish uchun qanday aniq qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu jarayonni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bir qadam. Pensiya hisobvarag'ingiz ko'chirmasini oling. Bu sizning moliyaviy holatingizni tahlil qilishning birinchi va eng muhim qadami. Qayerdan olish mumkin? Bankdan. Sizning pensiya kartangiz xizmat ko'rsatadigan bankning istalgan filialiga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport bilan murojaat qiling. Bank xodimlari sizga so'nggi 3 yil, 6 yoki 12 oy uchun hisob varaqdan ko'chirma berishlari shart. Ba'zi banklarda hatto 3 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni olish mumkin. Bu xizmat odatda bepul. Bankomatlardan agar sizning bank kartangizda bankomat orqali ko'chirma olish funksiyasi mavjud bo'lsa, siz so'nggi 10-15 ta operatsiya haqida ma'lumotni chop etishingiz mumkin. Bu barcha ma'lumotlarni qamrab olmasa-da, tezkor tekshirish uchun yordam beradi. Mobil ilovalar va internet banking orqali. Agar siz mobil ilovalardan, masalan, Payme, Click, Apelsin yoki banklarning o'z mobil ilovalari foydalana olsangiz, ularda operatsiyalar tarixi, hisob varaqdan ko'chirma yoki kartadagi harakatlar bo'limiga kirib, o'zingizning pensiya kartangiz bo'yicha barcha kirim va chiqim operatsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usul. Agar o'zingiz bu ishni qila olmasangiz, farzandingizdan yoki nabirangizdan yordam so'rang. MyBatkov uz portali orqali hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bo'lgan MyTakov uz orqali ham o'zingizning pensiya hisobingiz holati bo'yicha ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Buning uchun sizda EI elektron raqamli imzo bo'lishi talab qilinadi. Bu usul yanada to'liqroq ma'lumot olish imkonini beradi. Nimaga e'tibor berish kerak? Har oy tushayotgan pensiya miqdoriga. Bu miqdor har oy bir xil bo'lishi yoki davlat qarorlariga asosan oshirilgan bo'lishi kerak. To'lov sanalariga. Pensiya har oy bir xil sanalarda yoki bir-biriga yaqin kunlarda tushishi kerak. Barcha yechib olishlarga. Agar hisobingizdan siz bilmagan to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, ularni aniqlang. Bular avtomatik to'lovlar, komissiyalar yoki noto'g'ri yechilgan summalar bo'lishi mumkin. 2 qadam. Kutilayotgan miqdor bilan solishtiring. Siz olgan ko'chirmani siz olishingiz kerak bo'lgan pensiya miqdori bilan solishtiring. Qayerdan bilish mumkin kutilayotgan miqdorni? Davlatning rasmiy qarorlari. Pensiyalar miqdorini oshirish haqidagi prezident qarorlari yoki hukumat farmoyishlari matbuotda, televideniyada va internetda e'lon qilinadi.
Bu hujjatlarda pensiyalarning qanchaga va qaysi sanadan boshlab oshirilishi aniq ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, sizning pensiyangiz qancha miqdorda bo'lishi kerakligini so'rashingiz mumkin. Oldingi ko'chirmalar. Agar siz avvalroq hisob varaqdan ko'chirma olgan bo'lsangiz va u yerda boshqacha miqdor ko'rsatilgan bo'lsa, bu ham solishtirish uchun asos bo'ladi. Agar farq topsangiz, agar sizning hisobingizga tushayotgan summa rasmiy e'lon qilingan yoki siz kutgan summaga mos kelmasa, bu muammoning birinchi belgisi. Bu farqni qog'ozga yozib oling, aniq summasini qaysi oylarda farq paydo bo'lganini belgilang bu qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda shubha tug'ilgan bo'lsa yoki aniq farqlarni topgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Nimalarni olib borish kerak? Pasportingiz asli, pensiya guvohnomangiz, nafaqa daftarchasi mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangiz ish stajini tekshirish uchun, yuqorida olgan bank hisobvaragidan ko'chirma, unda aniq ko'rinadigan farqlar belgilangan bo'lsa, yanada yaxshi. Agar mavjud bo'lsa, sizni qo'shimcha imtiyozlarga haqli qiladigan boshqa hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, urush qatnashchisi guvohnomasi, yolg'iz ona ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar, oila a'zolarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari va hokazo. Nima so'rash kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan uchrashing. Ularga o'zingizning savolingizni aniq tushuntiring. Mening pensiya hisobimda ko'chirmada ko'rsatilgan miqdor men kutgan miqdorga to'g'ri kelmayapti. Iltimos pensiyamning to'g'ri hisoblanganligini tekshirib bering va agar mavjud bo'lsa, menga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar tayinlanganligini aniqlang. Shuningdek, ulardan pensiyangizning hozirgi holati bo'yicha batafsil hisob-kitob varag'ini berishlarini so'rang. Nima yozish kerak? Siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Ariza erkin shaklda yozilishi mumkin, lekin unda quyidagilar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Sizning FISH'ingiz, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz. Murojaat sababi: mening pensiyamning to'g'ri hisoblanganligini tekshirish va menga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlarni aniqlashni so'rayman. Oxirgi necha oy mobaynida mening pensiya hisobimga aniq summa tushayotganligi aniqlangan. Holbuki men kutgan summa olishim kerak edi. Shuningdek, masalan, 2023 yil 1 yanvardan joriy etilgan nogironligi bor farzandni parvarish qiluvchi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha nafaqa menga tayinlanganligini aniqlashingizni so'rayman. Arizangizga bankdan olgan hisob varaqdan ko'chirmani nusxasini ilova qiling. Ayni paytda arizangizning ikkinchi nusxasiga qabul qiluvchidan imzo va sana qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. 4 qadam. Agar qoniqmasangiz, yuqori organlarga murojaat qiling. Agar pensiya jamg'armasi bo'limida sizning muammoingiz hal etilmasa yoki berilgan javob sizni qoniqtirmasa, siz yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqiga egasiz. Viloyat, respublika pensiya jamg'armasi boshqarmasi, Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi Moliya vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari bu eng samarali yo'llardan biri bo'lib, ular fuqarolarning murojaatlarini tezkor ko'rib chiqadilar. Adliya vazirligi qo'shdagi davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish mumkin. Virtual qabulxonalar. Hozirgi kunda ko'plab davlat organlarining virtual qabulxonalari mavjud bo'lib, siz u orqali elektron murojaat yuborishingiz mumkin. Barcha yozishmalaringiz, arizalaringiz va olingan javoblaringizning nusxalarini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuqori organlarga murojaat qilganingizda dalil bo'lib xizmat qiladi. 5 qadam muntazam monitoring qilib boring. Pensiya masalasida bir marta tekshirib xotirjam bo'lish mumkin emas. Pensiya qonunchiligi o'zgarib turadi. Yangi imtiyozlar joriy etiladi, pensiyalar oshiriladi. Shu sababli o'z pensiya hisobingizni muntazam ravishda nazorat qilib borish juda muhimdir. Har oyda bank kartangizga tushayotgan pul miqdorini SMS xabarnoma orqali yoki bankomatdan chek olib tekshiring. Har chorakda bankdan hisob varaqdan ko'chirma olib, undagi barcha operatsiyalarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Yiliga bir marta. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyangizning qayta hisoblanganligini va barcha imtiyozlarning qo'llanilganligini aniqlashtiring. Mobil ilovalardan foydalanishni o'rganing. Agar siz o'zingiz mobil ilovalardan foydalana olmasangiz, ishonchli oila
a'zoyingizdan o'zining telefoniga bank ilovasini o'rnatib, sizning kartangizni bog'lashda yordam berishini so'rang. Shu orqali ular har oy sizning hisobingizni tekshirib turishlari mumkin. Faqatgina kartaning PIN kodi va CVC kodlarini hech kimga bermaslikka e'tibor bering. Yangiliklarni kuzating. Ommaviy axborot vositalarida pensiyaga oid yangiliklar, qonunlardagi o'zgarishlar va yangi imtiyozlar haqidagi ma'lumotlarni kuzatib boring. Bizning kanalimizga obuna bo'lish ham bu borada sizga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq, hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun siz bilan juda muhim va shaxsiy moliyangizga bevosita ta'sir qiluvchi masalani muhokama qildik. Pensiya hisobingizni muntazam ravishda tekshirish, o'zingizga tegishli bo'lgan barcha to'lovlar va imtiyozlardan to'liq foydalanishingizni ta'minlaydigan eng oddiy, ammo eng samarali usullardan biridir. Esingizda bo'lsin. Moliyaviy savodxonlik va faollik sizning nafaqangiz to'g'ri hisoblanishini va siz barcha imtiyozlardan foydalana olishingizni ta'minlaydi. Davlatimiz nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Ammo ba'zida bu imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun o'zimizdan ham biroz harakat talab etiladi. Har bir tiyin muhim, ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun. Ushbu video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Agar bu video sizga yordam bergan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda rag'bat beradi. Shuningdek, bu videoni o'z yaqinlaringiz va tanishlaringizga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga ulashishni unutmang. 0. Bu ma'lumot ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga yordam berishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.